Assalomu alaykum, yaqinlarimiz o'rmasalar charchamayapsizlarmi? Mana ikki hafta yo'limizga ham bamferlar o'rnatib bo'ldik. Akamiz 440 kilometr masofani bosib, Toshkentdan ataylab mana shu bamfer uchun kelibdi. Mana o'zini eski bamferlari, xudo xohlasa chiroyli qilib, sifatli qilib o'rnatib berdik. Bu bamferni o'zim yasaganman, o'zim Nexia uchun. Nexia'ni sotib olganimga olib qolgandim bamferda, sotuvga qo'ygandim. Akamiz qiziqib 440 kilometrdan shu bamferni olish uchun kelibdi. Ko'ringlar, o'zlaring ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Qanaqa videoni ochgan Nexia 1ga o'xshamaydi umuman. Orqalariga ham yasalgan bamferchamizni qo'yganman. Ancha pasatga berib boshqacha fason beradi Nexia'mizga. Bitta ko'ringlar. Mana o'zini eski bamferlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol menga murojaat qilaveringlar. Videolarim yoqayotgan bo'lsa, like, podpiska bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar.